Assalomu alaykum, hurmatli mo'jizaviy kanalimiz aziz obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan do'stlar. Bugungi videoroligimiz Andijon viloyati Sharxon tumani Bayroq mahallasidan bular, hurmatli obunachilar. Ular yotishni qaranglar. Bittasi turdi. Hunajillarimiz. Bu ikkovi rosa talab bo'pti, qaranglar. Orqasidan qon ketdi. Ko'pchilik buni yemni ko'p bergandan deydi, yo'q. Mollar talab bo'lsa, mana orqasidan qon ketib ketadi. Onlar Xudoga shukr, yaxshi o'zgaryapti. Yemga tushganiga 2 oy bo'ldi. Yana 1 oy vaqtida tayyor bo'lib qoladi mollarimiz. Yangi obunachilar uchun, biz kanalimizga yangi kuzatayotganlar uchun, hurmatli obunachilar, bularni narxi, hunajillar, suyuq, qo'y hammasi 7.600.000 so'mdan kelib tushgan. Bular ichida 6.700.000 so'mdan 9.500.000 so'mgacha olingan mollarimiz. 9 millionligi bitta yo ikkita bor, ko'pi 8 million. 8.200.000 so'mdan olingan. İşten endi kelib mollarga talab berib qilaman deb turdim. Novvoslarimiz mana shu 16.700.000 so'mga olingan. Qirg'iziston paroda. Narigi qizil novvosimiz mana bu 13.500.000 so'mga olingan. Mana uni ko'pchilik sigirbob hunajillarni ham go'shtga boqoryapsiz deb yozyapti. Mana shu ikkalasini, mana shu ikkala shvedni sigir qilmoqchiman. Uni yelinlarini ko'ringlar. Mana jichcha hurka ikkalasi ham shvedcha. Menimcha hali 1,5 yashar ham bo'lmagan bular. Nima deysizlar, mana shu ikkovini sigir qilsam qanaqa sigir bo'ladi? Mana bu yelinni zo'r tashaganda sutdor sigir bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Lekin hali beri novvosga qo'yish niyatim yo'q-ku. 350 kilo yon atrofida bo'lganda sigir shu novvosga qo'ymoqchiman. Bu ham yelinni yaxshi tashagan. Yozga chiqib bitta novvosga qo'yib qo'yaman. Qanaqa sigir bo'lar ekan. Har bitta partiyamdan ikkita sigir qilib qo'ymoqchiman. Foydasidan deysizmi? Kelajakda arila boqiladigan 10-15 ta molni o'zidan chiqarmoqchiman. Ana 4 kurak. Chu. Mana shular уже yetilib ham qoldi.
Trives 450 kilo yon verdi keladi bemalol mashina. Yana bir oy boqib, mollar sekin sotishni boshlaymiz. Bu ikkalasini sigir qilmoqchimiz. Yo'q. Bitta yaxshi zotli novvosiga qo'yamiz. Yo o'zimizning novvoslarga qo'yib qo'yamiz. U qaranglar arqa chavrisini. Buni bo'g'ozmikin deb qo'lam soyg'izib ko'rganman. Qisir chiqqan. Aziz sigir qiladi. Bu ham kuchli narsa. Yelin tashaganini qarang. 6.700.000 so'mdan olingan ikkalasi. Cho'jon. Va turgisi ham kelmay. Chu. Cho'jonu. Turgisi ham kelmay bular. Bezovta qilmaylik. Chu. Bular turgisi ham kelmay. Ular yemishlariga keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, 2 mahal yeydi. Hozirgi kunda bir mahal atalar deysizmi yoki pishgan yem deysizmi. Ana shuni somon ustiga 1,5 tekta somon ketadi. Quyib beramiz. Erta bilan hozir bularda kech ertalab katalasini tayyorlashim kerak. Ham bas chotki. Lekin bu ham hali bo'zak kurak buzmagan. Bozor bob. Mana shu qizilda 9.200.000 so'mga olganman. Hozirgi kundagi Trivesi men hisob kitobim bo'yicha 400 kiloning ustida. Bilmadim. Holat. Kelganiga buniki hurmatli obunachilar 3 oydan o'tdi. Videoda to'g'risini aytish kerak. Masalan, mashinaga 3 oydan o'tdi. Chunki kelgandan keyin mollar yashur bo'lib qoldi. 1 oy, 1,5 oy orqaga qaytdi mollar. Moli yashur bo'lganlar bilan cho'jon. Mashinaga 3 oy bo'ldi. Holatini ko'ringlar, o'zi qassob bu. Yana boqsiz yana semiraveradi, bir mahal somon yekkaniga. Bunaqa yog'li emas mollar. Holatini qarang, buqa bo'lib ketgan mashina. 8 million so'mga olingan. 3 oy bo'ldi mollar. Yem yekkaniga 2 oy bo'ldi. Eng oxiri mash olingan. Cho'jon. Mashinaga 3 oy bo'lib qoldi. Bu mol
yashur bo'lmagan, shuning uchun eng oxiri kelganu yashur bo'lmadi. Menimcha emlangani shekilli yengil o'tkazib yubordi, уже yetildi-da mol, mana qaranglar. 7,5 million so'mga olindi. Уже oxirini ko'ringlar. Tozalab qo'ying. Talavashi 1,5 ta somon. Ustiga 250 litrga yaqin atalaq qilaman. O'shani quyib beraman. Soat 3 ga yaqinlashdi. Kechgacha mana shu holatda yotar. Qaranglar, bunga qaramabman hozir. Nuqtasidan chiqib ketib, bo'shalib ham ketasti ekan. Tek. Mana shu holatda boqilyapti. Bular ichida bitta ikkita tuqqani ham bor. Mana shu ham tuqqan. Mana u ham tuqqan. Ko'pchilik aytdi, o'ta ham naqadda mollar kelgan. Endi yem yeb chiroyli bo'lib qoldi. Ularni men sigir qilsangiz ham 5 litrdan oshmaydi-da suti. Hozir videoni boshida ko'rsatganlarim sutga yaxshi bo'lar, nima dedinglar? Fikrlaringizni qoldiraverasizlar. Agar ko'pchilik hozirdan qo'yib qo'yavering desanglar, qo'yib qo'yaveramizmi? Meni fikrim, jichchana mollar vesi yig'sa, sal o'sib olsa bundan ham yaxshiroq bo'larmi? Bo'yi hozir 120 dan oshiqda ikkovini ham. Mana uni chavrilari zo'r, yelindi naqalar. Fikrlaringizni qoldiraverasizlar, hurmatli obunachilar. Oddiy dehqonmiz. Kimgadir boqishimiz yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Kechki paytga mollarning hammasiga silyos beramiz. Hozir silyos beradigan ishimizni ham ko'rsatamiz. Mana shu paqillarda bittadan silyos yeydi. Hammasiga standart, kattalariga oxirida bitta ikkitani bo'lib beramiz. Undan keyin maktabda kasamiz bor. Shu kasamiz silyos ustiga bitta kelgan paytda bittadan boshlaganmiz. Hozirgi kunda kattalarga 3 ta, 3,5 ta, kichiknalarga 2 ta, 2,5 ta mana shu oddiy paxta gulli kasada kunjara kepayda aralashmasini beramiz. Kelganda kunjara ham bunaqa ko'p qo'shilmaydi. Kunjara mana hozirgi paytga kelib ko'proq qo'shilyapti. Mana shu holatga keldi mollar. Fikrlaringizni kommentariyada qoldiraverasizlar.